Yurkan. To'g'riga qarab yurkan. Bir normal. Yana bir marta. Davom. Ha. Yur. To'g'ri yur. Erkak o'xshab yur. Mana, qara. Mana. Mana ana shunday yurqani to'g'ri. Normal yur. Mana. Yurkan. Mana normal yursa bo'lar ekan. Erkak o'xshading. Ya adam menga seryozni bo'lish yarashmaydi. Ha, ishla. Nima bu ada? Eshak nimasi? Nimasi? Oyog'i. Ko'rmisan? Lapatka-ku. Birinchi marta ko'ribsan. O'zana shu bilan yer o'g'darasan. Kim bu? Ibi. Noyob ko'ribon ko'shada sharif haraman. Zo'r narsa ekan, ha, papichka? Haqiqatan ham bacham yomon narsa ekanda. Bunda faqat yer og'darsa bo'ladimi yo boshqa ish qilsa ham? Ha? Ha, buni aytibsanmi? Qo'y uni joyiga, kimdir keldi. Maqsading nima? O'g'lingiz salonimizdan ketgandan beri umuman klient yo'q. Men o'g'lingizni olib ketgani keldim. Hech qayerga bormaydi o'g'lim. O'zi sizlar yonlarida bor mana shunday bo'ldi. Stilistlik erkagi kasbi emas. Tushunyapsizmi? Siz olib ketaman deb xayol qilmang. Olib keta olmaysiz menni. Oyiga $10,000 beraman. $100 berganmi deb onangimga.